Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli kardeşler. Sual ve cevap namlı programımızın yeni sahne arkalık sizler bilen yeniz görüştük. Programımızın aziz mühmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmud Can Damallam. Ben riyasetçi Abdülahad Ucat. Hürmetli Damallam, programımıza hoş geldi. Allah razı olsun. Aziz televizyon görücü kardeşler, programımızın bugünkü sahnede Müslümanların tebliğsi bir kitabı, bir peygamberi bir turuqluq, yani için oxşamagan fikir, aqımlar ve ihtilaflar mevcut. Devamlı İslam dünyasında şunday ihtilaflar bulup durdu. Bu sebepten uruş ve qırgınçılıklar yüz berip durdu. Degan bu sualga bundan keyinki bir qancha programmamızda cevap beradigan bundan keyinki qilmoqchi bo'lgan bir qancha programmamızning kirish sifati da qilmoqchi bo'lgan islom Müslümanlar içinde oxşamagan mezhepler ve fikri akımlarının kelib chiqish sebeplari degan temada to'xtalib o'tamiz. Hürmetli damallam, aldı bilen insanların birbiri bilen farklı fikirde buluşu ya ki fikri oxşamaslıkның ki sebepleri hakkında kısaca to'xtalib o'tsak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu filgramını yüzümüz ve halkımız için faydalı kılsın. Bu muhim temalarning biri. Çünkü qaçaniki insanlar öz arasında bo'lgan har xil fikri yoki amaliy ziddiyatlarni to'g'ri hal qilinmagan vaqtda nurg'un urush jidal, nurg'un xafalik kelib chiqadi. Bugungi dunyoda qaraydigan bo'lsak, insonlar ichida qaysi bir millat, qaysi bir davlat öz ichidagi har xil o'xshamasliklarni chiroyli ilmiy uslublar bilan ziddiyatlarni, fikriy o'xshamaslikni hal qila olgan, öz ichida davlatini yaxshi boshqarishni yo'l qo'ya olgan davlatlar, millatlar gullanib ketyapti. Har qanday bir millat öz ichida bo'lgan ziddiyatlarni, fikriy o'xshamasliklarni to'g'ri hal qilinmagan sharoit ostida bu fikriy o'xshamaslik, iddiyaning o'xshamasligi nurg'un ziddiyatlarga, nurg'un urushqa, nurg'un xafalikqa elib berib, bundaq davlat, bundaq millatlar xarliqda yoki nurg'un urush, qon to'kish ichida turyapti. Shuning uchun har qanday bir inson bu ziddiyatning, fikriy o'xshamaslikninki sabablarini bilishi va sabablarini bilgandan keyin buni qanday hal qilish, bu ziddiyatlarni qanday tugitishni bilsa, buni o'rgansa, bu vaqtda jamiyat gullanadi, davlat taraqqiy qiladi. Shuning uchun biz birinchi bo'lib insonlar nima uchun mushundaq birisi bilan o'xshamagan, birisi bilan ziddiyat, fikri o'xshamagan, dini o'xshamagan, qarashlari o'xshamagan mushundaq holatda yashab keldi degan bir savol tug'ildi. Bu yerda siz o savolni so'rlar. Biz Allah subhanahu ve taolaning koinotdagi bütün mahluqlarni qarasak, bütün mahluqlari birisiga o'xshamaydi. Bu birlik, yagonilik, hech narsaga o'xshamaslik faqat Allah subhanahu ve taolaga xos. Yani Allah bir, Allah'ның o'xshashi yo'q. Allah subhanahu ve taala bütün kainatning egisi, bütün kainatni yaratquchi, bütün kainatdagi hamma ishni urunlashtiruvchi zot. Allah'ның mahluqlari cho desa, Allah'ның mahluqlari xilma-xil. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de bu mahluqlarninki xilma-xilligi haqida meyli, hatta mesela mevchi bo'lsin, tog'i bo'lsin, zimin bo'lsin, bunun xilma-xil ekanligi, mevlaning xilma-xil ekanligi, insonlarning Allah subhanahu ve taala xilma-xil ekanligini Qur'on-i Karimda bayon qilgan. Şunun qatoridan "Ve min ayatihi xalqus samawati vel ard ve ihtilafu alsinatikum ve alwanikum inne fi zalika laayatin lil alimin." Yani Allah subhanahu ve taala'nın büyük ve ulug'larining qatoridan nima desa, osmon zaminni yaratish
ve şundaqlı silani xilmi-xil tilda, xilmi-xil rangda qilib yaratqanligi deb Allah'ın insanlarını xilmi-xil tilda so'zlaydigan, xilmi-xil rangda qilganligini Allah'ın qudretinin qatoridan deb bayon qilgan. Yani bir oyatda وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. Yani insanların ki bu وَلَا يَزَالُونَ degan Arap tilde daimlikni ifadelaydigan bir sözümdü. Burunma aşındati, bunun keyin aşında buldu degan gapimdi. Yani bu insanlar her daim şundaq ixtilaf qilishib, ziddiyatlashib turdi. Fakat Allah subhanahu ve taala rahim qilgan kishilar, yani ixtilafning haqiqatini tunigan, buni hal qilish choralarini bilgan kishilar uyushib yaxshi yashay oladi. Bo'lmasa bular ziddiyatlashib, ixtilof qilishib turdi. Valizalika xalaqahum degan oyatni nurg'un mufassirlar bu insonlarning shunday xilma-xil bo'lganligi, ixtilof qilganligidan Allah subhanahu ve taala shu ularni yaratgan deb tafsir qilgan. Shuning uchun insonlarning ixtilof qilishiga kelsak, birinchi insonlarning orasidagi ixtilofga sabab bo'lgan narsa fikrning o'xshamasligi, ideyaning o'xshamasligi, insonlarning hayotga bo'lgan tushunchasining o'xshamasligi, o'zining hayotini qanday o'tkazishga bo'lsin, davlatlarni qanday so'rash munosabati bo'lsin, hokim bilan mahkum o'rtasidagi munosabatlar bo'lsin, bu masalalarda hatto bir xalqning ichida xilma-xil qarash bo'ladi. Fikir zat o'xshamaydi insonlarning. İnsanların fikri birisi-birisiga o'xshamaydi, birisi-birisiga ko'pincha holatda har xil qarshi fikrlarda, qarshi ideyalarda bo'ladi. Bu qarshi fikr, qarshi ideyada shu to'g'ri hal qilinmagan vaqtda nurg'un ziddiyat kelib boradigan, agar to'g'ri hal qilinsa, nurg'un gullanishga, taraqqiy qilishga olib boradi. Ikkinchisi nima desa, insonlar tarixdan buyon nihoyatda o'zining aqli yetmaydigan chunqur masalalarga çökken. Şunun qatarıdın mesela şu dinsizlarning içinden çıkan Aflatundaki anda feylasuflar olsun ve başkalar olsun bu dünyanın kelip çıkış menbezi. Nima üçün bu dünya muşunda yaratılgan? Nima üçün insanlar ma'lum mezgil yaşaydı onundan keyin ölüdü. Degan muşularning haqiqatiga yetemez deb aqli yetmaydigan nurg'un masalalarni tadqiq qilgan, izlangan. Şunun bilan şu ahirda nurg'un o'xshamaslikqa elib borgan. Chunki insonning aqli o'xshamagan bo'lg'achqa bunga hatto bir misol qilib bir necha ko'z ko'rmaydigan odam masalan bir filni, yani hayvon filni tutib pochig'ini tutqini bu fil degan nihoyat uzun xuddi daraxtninki yog'chidek mushunda narsa ekan deb tasvirlagan. Belin tutqini xuddi bu bir toshdek narsa ekan deb tasvirlagan. Qulug'un tutqini bu manda yumshoq narsa ekan deb tasvirlagan. Hammasi shu ma'lum bir haqiqatni tasvirlagan. Lekin hammasining gapi to'g'rimi desa, o'zi bilgan doirada to'g'ri. Lekin umumiy filni sifatlash shu to'g'rimi desa, to'g'ri emas. Ya'ni o'zi bilgan, o'zi qo'li bilan his qilgan, silgan narsada to'g'ri, lekin shu haqiqatning bir qismini biladigan, lekin umumiy har tarafidan shu bilinmagan. Nima desa, ularning ko'zi ko'rmagan bo'lg'achqa. Xuddi shuningdek insonninki aqli, fikri o'xshash bo'lmag'achqa, Alloh subhanahu va taolo bergan ilm cheklik bo'lg'achqa, nurg'un koinotdagi sirlar buni insonlar bilmaydi. Buni tadqiq qilgan siri birisi bilan shu ziddiyatlashadi, fikrlar o'xshamaydi. Xuddi bugungi kunda hozirga qadar masalan Darwinchilar deymiz, shu dunyolik tabiiy taraqqiyot bilan manda maxluqlar vujudga kelgan u bu deydigan odamlar amaliyat qarsa ilmiy bir isbot yo'q. Lekin hammasi shu ashunda tadqiqot bilan aqli yetmagan ishlarni tadqiq qilib, nurg'un yolg'on nazariyalarni o'ttirib qo'yib, uning yolg'onligini keyin maydonga chiqib, nurg'un rasvo bo'lsa-mu, hozirga qadar shu fikrlarni bozorga serib yurayotgan dunyoda nurg'un insonlar bor. Demak, mavzuning murakkab bo'lishi, insonning aqli yetmaydigan masalalarni tadqiq qilishning o'zimi desa, nurg'un insonlar o'rtasida umumiylik har xil ziddiyatga elib borgan. Uchinchisi, insonlarning narsalarga bo'lgan qiziqishi, havoyi havasi xilma-xil bo'ladi. Hatto masalan bir mevchiva desa, ma'lum insonlar masalan mevchividan qo'g'inni yaxshi ko'rishi mumkin, ya'ni bir qism insonlar uni yaxshi ko'rmasligi mumkin. Yemek içmekte olsun, kiyim kechakda olsun, insonning qiziqishi, havaslari xilma-xil bo'ladi.
Xilma xil bo'lgandan keyin bu nima kelib bordi desa, ziddiyat kelib bordi. Bir uyda masalan bir odamning 3 bolasi bo'lsa, balam bugun nima tamoq yeysizlar desa, 3 xil tamoqning gapini qilishi mumkin. Nima uchun desa, u balladiki shu kunlik tamoqqa bo'lgan qiziqish xilma xil. Xilma xil bo'lgandan keyin nima kelib bordi desa, 3 bolaning gapining bijadan chiqmay, xilma xil bir narsani yeymiz deb talapining xilma xil bo'lishiga elib bordi. To'rtinchisi nima desa, nurg'un vaqtda ilgirkilarga ergishish. Masalan, insonlar qatira ilgirki atbularga ergishib, taqlidchilik sababdan cho birisi-birisiga o'xshamaslik. Ma'lum, masalan, yurtdagi odamlar ma'lum bir xato, bir odat targ'an bo'lsa, masalan, keyingi vaqtlardami xil aqliy tarafdan, ilmiy tarafdan taraqqiyga vaqtdami shu ilgirkilarga ergashganlikdan shu burunqi odat o'z bitib qolgan. Masalan, bugungi kunda Hindiston desak, masalan, eng texnologiya tarafdan taraqqiy qilayotgan bir davlatlarning biri. Shundaq kunda faqat ular masalan ularning qadrin kaliga iborat qildiganligi ya chashqonga iborat qildiganligi nima desa, shunda qarasa doktor, har xil bugungi yangi ilmda doktor bo'lishi mumkin u. Eng yuqori unvonga erishgan bo'lishi mumkin. Lekin ilgirkilarga ergashganlikdan, ya'ni uning atbusi kaliga iborat qilib kelganlikdan, ya chashqonni cho'ng bo'lib kelganlikdan u aqlini avval kelganda ishlatmay, shu ilgirkilarga ergishib ashunda mengivergan, shuning bilan uningda boshqa bir narsaga iborat qilganlar o'ttirsira har xil ziddiyat kurashlar vujudga chiqqan. Beshinchisi insonlarning aqlining xilma-xil bo'lishi. Aqli insonning xilma-xil bo'ladi. Ya'ni lekin yamayira nima desa, bu aqlni o'lchigini oldigan. Mesela insanın eğirliğini ölçügünü oludu. Falanı 70 kilo, ma 80 kilo. Uzunluğunu, igizliğini ölçügünü buludu. 1,80 m ya 70 de. Aqlni ölçügünü olamdı. Bu manç gram kilodu. Ya ki manç sant kilodu digini bulamdı dese, da digini bulmaydı. Şunun için Ataullah İskenderi'nin bir gipi var. Her kandak adam dünyadaki her kandak adam Allah bəgin aqliga razı deydi. Yani hiç kişim yüzüne benim aklım yok dep qarmaydı. Hatta aqallun nasi aqlan ardahum bih. En aqli iqtidarı tüven adam mı yüzünün aqliga nisbeten şu en razı emdi. Başka mesela mal mülk, mal dünyada mümkün razı olmaslığı falandek bas olmamdı bana da. Lekin aqliga şu hem adam razı. Yani onda digellik hem adam yüzüne aqıllık dep çağlaydı. Bu nelikle nisbetleştiğini bulduğun narsa bulmagaçqa bu bisi çokum oxşamaydı. Mesela Einstein'ın aklı mançilek akıl degen olmaydı. Mesela bir insanın aklı şunu yetse gramda ya santıda aşını oxşaş oldu degen olmaydı. Bu manevi narsa bu açıqa. Şunun için aqlning xilma-xil bo'lishimi nima kelib bordi desa, ashundaq har xil ziddiyatga insonlar o'rtasidagi talash-tortish kelib bordi. Altıncısı, tarixdan buyon insonlarda huquqni yaxshi ko'rdigan, hokim bo'lishni, qabila bo'lsa uning boshlig'i bo'lishni, yurt bo'lsa yurtning amiri bo'lishni, ya'ni boshliq bo'lishni yaxshi ko'rdigan ish bu insonning tabiatida bor tarixdan buyon. Ma'lum bir inson boshliq bo'lishni yaxshi ko'rgandan keyin tabiiy holda o'zining shu maqsadi, shu g'oyasiga yetish uchun nurg'un ishlarni qiladi. Nurg'un ishlarni qiladi. Boshqa insonlarda bu yaxshi ko'rish hissiyati bor. Huquqni, mansabni yaxshi ko'radigan hissiyat bor. Unda bo'lgandan keyin tarixdan buyon insonlar o'tirsizcha desa, huquq talishib, mansab talishib, nurg'un ziddiyatlar, nurg'un urushlar insonlar orasida yuz berib kelgan va buningdan boshqa nurg'un masalalar va falsafa masalalarda dunyoni tushunish, ijtimoiy hayotni tushunish yoki o'lgandan keyingi hayotni tushunish masalalari nurg'un masalalarda insonlarningki xilma-xil fikr qilganligi, ilmiy saviyasining o'xshash bo'lmaganligi, har xil sabablardan shu desa, shundaq ziddiyatlar insonlar qatida bo'lib turdi. Hozirgacha bo'lib keldi va bundan keyin ta qiyomat kunigacha bu o'xshamaslik davomlashadi. Yuqoridagi sizlar o'tirgan bir qancha masalalar, masalan, insonlarningki dunyoda yuz bergan hodisalar va şeylerge, narsalarga qarata bo'lgan birisi-birisiningki masalan
uni bo'lgan ko'z qarashi, fikri, bahasi, masalan hukm binasini ma'o bir ish bo'lgan bo'lsa, bu to'g'ri xato deb buni bo'lgan bahada, hukmda o'xshash bo'lmaganligi din shunday ixtilofotlar kelib chiqqan desak, yaqinjaqlasak bo'lamdi. Albatta insonning har qanday masalaga bo'lgan bahasi o'xshamaydi. Yalnız insanlar emas, hatta malaikalarning, yani Allah yaratgan mahluqlarning hammasininki, malaikalarning hammasininki vaqaligini bilimiz. Mesela Ademni yaratiman degan vaqtda ular xilma-xil fikrda bo'lgan. İnsanda hatta mesela müminlarga nisbatan rahmat ve azap malaikalari var. Bularning bir insonni talashib qolganligi, rahmat malaikalari talashib atgan, azap malaikalari talashib atgan. Hatta keç gündüzde tushib turadigan malaikalar va bularning talash tartishlarini payg'ambarimiz hadisda bizga yetkazgan. Mushularning hammasi shu desa, zot Allah yaratgan mahluqninki umumiylik mayli inson bo'lsin, hayvon bo'lsin yoki jonliq, jonsiz bo'lsin, hammasini xilma-xilligi. Bu Allohning mahluqlaridagi go'zallik, mush xilma-xillik ekanligi. Buni halqa birlashtirib hammani bir rang qiyg'ini bo'lmaydiganligi. Bu qanday qilsa, mushu o'xshamaslikni joyida kontrol qila olsa, buning naqadar go'zal manfaat bo'lganligi kontrol qilamiz shu desa, nurg'un qalaymiganchilik, nurg'un urush, nurg'un xafalikninki insonlar jamiyatida yuz berganligini bilib olgan. Masalan, bir binasiga yoki hadisiga qarata biz hukm bermoqchi bo'lsa insonlar masalan, bir fikrdagi odam boshqa, yana birisi boshqa hukm berdi, shuning o'rtasida ixtilof tabii kelib chiqadi. Yani asosliq shunga yig'inchoqlasak bo'ldi. Allah razı olsun. İkinci savol hamda bu İslam dünyasida qaraydigan bo'lsak, nima deb o'tdik, ya'ni ixtiloflar xuddi biz musulmon bir sifatimizdan ham da İslam dünyasi qarasak, jiq ixtiloflarningki bog'liqini şu İslam dünyasida nurg'un qon to'kilish bo'lganmi, shunga sabab bo'lganligini ko'ramiz hamda. Bu shundoq fikri ixtiloflarningki meydana kelishningki sabablari, asosiy sabablari nima? Yuqorida insonlar o'rtasidagi ixtilofdir, hamda biraz xoslashtirsak, biz musulmonlar o'rtasidagi İslam dunyosidagi bo'layotgan ixtiloflarning asosiy sabablari qaysilar? İslam dünyasida tarixdan buyon bo'lgan bu ziddiyat, har xil fikri aqimlarning vujudga chiqishiga sababni birinchi o'ylab ikki xil omilga bo'lash mumkin yoki ikki xil tushunish mumkin. Birga mush ziddiyatga olib borgan amaliy sabablar, ikkinchisi nazariy sabablar. Yani amaliy sabablar deganimiz nima desa, musulmonlar o'rtasida ma'lum ziddiyat yuz berdi, bu bir natijalendi. Nima bilan natijalendi desa, urush kelib chiqdi masalan. Urush kelib chiqdi. Bu urushning natijasida keyin ma'lum fikri, nazariy ixtiloflar uchun yuz berdi. Birinchi o'lab biz musulmonlar ichida amaliy tarafdan yuz bergan ixtilofga qaraydigan bo'lsak, eng boshda amaliy ixtilof qachondan boshlandi desak, Rasulullohning hayotida ba'zi ixtiloflar bo'lgan. Lekin amaliy musulmonlarning umumiy hayotiga bu ixtiloflar ta'sir ko'rsatmagan. Qushaq-qushaq talash tortishlar. Nimishqa desa, iymonning ularning u chaqdan aytdi, jonliq, ruhliq ularda bo'lganligi, payg'ambarimizning ularning ishida bo'lganligi, har qanday bir ansariylar bilan muhojirlar o'rtasida masalan bir ziddiyat bo'lib qolgan bo'lsa, payg'ambarimiz darhol chiqib afa da'val jahiliya va ana bayna azhurikum. Sizlar bu jahiliyat da'vosi bilan urushmoqchimi hozir? Ziddiyatlashmoqchimi? Men sizlarning orangizda tursam deb darhol iymonni asiltish orqali ularning o'rtasidagi ziddiyatlarni payg'ambarimiz hayot vaqtida kontrol qilib turgan. Amaliy bir natija bo'lmagan, ya'ni xafalik bo'lmagan musulmonlar ichida. Eng birinchi talash tortish payg'ambarimiz o'lib ketgandan keyin boshlangan. Yani payg'ambarimiz o'lib ketib, Rasulullohni qo'ymay turib, birinchi huquq masalasi, ya'ni xilofat masalasida musulmonlar o'rtasida amaliy ixtilof bo'ldi. Ya'ni Saqifa, Bani Saqifa degan ansariylarning bir yig'in ochirgan, yig'ildigan cho'nglari bir o'rinda Rasululloh o'lib ketishiga bular yig'ilib, Rasululloh o'lib ketdi, biz payg'ambarimizga urum bergan,
bu dinni qoğdigan, bu dinning kengişi tarqish uchun qon verganlar biz. Unda bo'lgandan keyin xalifa, ya'ni boshliq, davlat rahbari bizdan bo'lish kerak degan maslahat uchun yig'ilgan. Bularning bu yig'ilganlik xabarini olgandan keyin Abu Bakr Siddiq, Umar radhiyallohu anhu, Abu Ubayda ibn Jarrah bularcho yoki bag'an berib bunning gapini anglab Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu birinchi bo'lib bu xilofat masalasi Rasulullah'nınki kim izbasar buldu degan meselede Araplar umumyüzlikçe Qurayshga boysunudu. Yani Qurayshni çoğun biludi. Quraysh kabilesini. Başqalağıço bunda cuğlanmaydı o Araplar. Şunun için bu xilafet Quraysh kabilesi buluş gerek. Deb onun keyin andan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu emirler Quraysh'tin buludu imamlar degan hadisni Abu Bakr Siddiq çoğu bayan qilgan shularning oldida. Bayan qilgandan keyin bular darhol sallamlar degan, ya'ni biz bo'ysundiq degan. Shu chaqda hatta Abu Bakr Siddiq Umarni yoki Abu Ubaydani mushkisining birini tanlanglar deb shu fikrni o'tirib qo'ygan. Umar radhiyallohu anhu ikki qo'lingni biz sana bayat qilamiz. Payg'ambarimiz uylab ketishning oldida seni namozga imom bo'lash uchun biz tanladi musulmonlarga. Demek dinning yo'lboshchisi bo'lashqa sen tanlagan yerda dunyoning yo'lboshchisi qilish uchun biz seni tanlamamoq deb Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shu bayat qilgan, undan keyin shu yerdagi bayat qilgan hammaylar ansorilar qo'shilib keyin masjid ko'rib shu umumyuzlik bayat Abu Bakr Siddiq bo'lgan. Demak bu xilaf shu chaqda yuz bergan bir fikri va amaliy bir ziddiyat, lekin Abu Bakr Siddiq ve Umar radıyallahu anhu'nun zamanlarında, hatta Osman radıyallahu anhu'nunki aldınki net yıl zamanda bu devlet meselesi, devlet başkuruş meselesi de malum okşamaslıkla fikri taraftan bozu mu? Lekin bu emeli bir ziddiyet kapılık elip bağımıgan. Yemin şunu deyse, sahabilinin cıkıba o zamanda ve şundakla uladaki iman, uladaki İslam'ı boğan muhabbet, futuhat ulen, cihat ulen, meşgul oluş, Muşulun hemmisi şu dese bu ziddiyetninki emeli yaman uruş talaşninki kelip çıkışının aldığını ağan. Vakıtın üçüyle şu buna tüvelligen. Demek birincisi muşu kiyinki yüz bergen ihtilapta en asaslık sebep ne mi dese muşu milletçilik ya ki kabilevazlık emdi Araplar işirik. Ziddiyetinin halbuki İslam çekilgen aslen. Kabilevazlık ne? Milletçilik ne? Yani milletçilik degenimiz her adam yüzden milletini suydu. Lekin mening milletim hemmetin artık. Mening milletimki dünyada tağdaş adam yok. Mening milletim mazlum bolsun, zalim bolsun, ben onu kollayman deydigan mana ta'ti milletçilik ne? İslam bunun karşı emdi. Toğru halda boğan milletçilik ne? Öz milletini, öz halkını suyuş bu dinimizden buyruğu. Lekin ta'ti milletçilik yani özünün milletini hemmetin üstün körüş. Özünün milleti zalim bolsun qollaş, mazlum bolsa tabii halda qollaş lazım. Zalim bolsun şunun sifat turuşunu İslam dini çeklaydı. Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhan nasu inna halaqnakum min zekeri ve unsa ve ja'alnakum şu'uban ve qabaila li ta'arafu. İnne akramakum indallahi atqakum. İnsanlar Allah Subhanahu ve Taala silahını xilma-xil qabilalarni yarattı. Xilma-xil şekilde yarattı. Fakat maksat nima desa o'zaro tunishib yaxshi yashashinglar uchun bunday yarattı. Sizning eng afzalinglar Allah'ın dergahida en hürmetki sazaver kim o dese, kim takvadır, yaxşı Müslüman bolsa. Deb Allah Subhanahu ve Taala bunda mutaassiflikni öz milletiga, öz kabilesiga çekligen. Hem Peygamberimiz leysa minna men da'a ila asabiyya. Qandaq bir adam ashundaq ta'ti milletçilikka chaqasa, undaq adam bizning ishimizdan emas. Ya'ni musulmonlar, haqiqiy yaxshi musulmonlarning cho bo'lanmaydi deb buni cheklagan. Bu cheklamalarning ta'siri xeyli uzun vaqtcha davomlashgan. Lekin vaqtning o'tishi bilan cho barbara bu musulmonlar ishida şu millet kabilevazlık yani şu çağdaki Araplar işine kabilevazlıkninki küçüğü her adam özünün kabilesinden halife ulaşını izdaş başlık özünün kabilesinden bulaşını arzu kılış nime gelip bağ dediyse nurgun kapılıkka nurgun ziddiyetke elip bağ. İkinci olap Müslümanlarınki nurgun her xil dinge itiqat qilgan kishilarninki islom diniga bir qismining kirishi ve Müslümanlarınki ular bilan birga yashashi. Şunu bilan boshqa dindagi kishilar o'zining dinidagi
nurgun fikri, qalaymiqan itiqadlarni islom diniga elib kirgan. Ba'zisi yaxshi niyat bilan, ba'zisi yomon niyat bilan. Bu ziddiyatlarni elib kirgandan keyin shuning bilan masalan tafsir kitoblariga qarasa, nurgun isroiliyat deb atiladigan, ya'ni Yahudi Nasaralarninki rivoyatlari nurgun masalalarni tafsir kitoblarida burun tafsirida usurtildi. Nurgunlari xato. Ma'lum to'g'rilarim bo'lishi mumkin, lekin nurgun qalaymiqan fikrlarcho boshqa din mayli majus bo'lsin, boshqa dinga e'tiqod qilganlar, mayli ahli kitob bo'lsin, bularning dinidan har xil qalaymiqan ideya, qalaymiqan fikrlar, bu malaikaning haqiqati, Allah'ның sifatlari, bular haqidagi har xil dindagi qalaymiqan ideya, qalaymiqan fikrlarcho, bummucho musulmonlarning ishiga kirib, bummu ashunaq amaliy ziddiyatlarning kelib chiqishiga bu yerdalikqa mujassim deb atalganlar, mayli masalan Shia yoki Sunni deb atalgan, Xavarij deb atalgan mushunaq amaliy ziddiyatlarga bu sababchi bo'lgan. Va shundaqla musulmonlar ichida shu chet eldan kelgan Yunan falsafalaridan har xil kitoblarning tarjima qilinishi, iloh haqida, ilohning sifatlari haqida nurg'un qalaymiqan gap bo'lgan. Qiyomat haqida, bu dunyoning haqiqati haqida nurg'un islomga zid bo'lgan fikrlarning islom dunyosiga kirishi. Shuning bilan musulmonlarning buni tadqiq qilishi, Allohning sifatlarini tadqiq qilamiz deb, masalan, noati aql bilan yetkini bo'lmaydigan, aql bilan tasavvur qilish mumkin bo'lmaydigan masalalarga chunqurlab kirish orqali oxirisida nurg'un qalaymiqan ideyalar, qalaymiqan aqimlar, qalaymiqan fikrlarcho kelib chiqqan. Demak, bu amaliy nurg'un ziddiyatning kelib chiqishi, masalan, amaliy ziddiyatlar Ali roziyallohu anhu bilan Muaviya roziyallohu anhuning o'rtasida bo'lgan jidallar, urushlar, undan keyin Imom Hasan va bu Muaviya roziyallohu anhuning avlodlari o'rtasidagi urushlar, mushularning hammasi shu desa, asosliq nega berib taqildi desa, shu xilofat masalasi, davlat masalasiga berib taqildi. Shuning uchun olimlarimiz islom tarixida xilofatni talish orqali, ya'ni xilofatni deb to'kalgan qon yo'q degan. Ya'ni musulmonlar o'rtasidagi talash tortish tarixdan buyon hokimiyat talishish sababidan bo'lgan mush yo'lda shu nurg'un qon to'kalgan. Bunda deganlik boshqalar yo'qmi bu? Boshqa insonlar bu ahvol yo'qmi? desa, unda desa musulmonlar bunda hokimiyat talish urushib degan deyish mumkin olgan odam. Bu bütün insonlarda. Bütün insonlarda, masalan, Yevropaning tarixiga qaraydigan bo'lsakmi, mush 1-Dünya, 2-Dünya urushi degan mush urushlarda o'lgan odamning soni 60 milliondan jiq. Ya'ni musulmonlar o'rtasida tarixdan buyon urush qilib unchalar odam o'lmagan. Ya'ni unda desak, u bu qo'pab musulmonlarga o'zaro urushib qon to'kadigan odamlar deb qolsa bo'lmaydi. Ya'ni insonlarni Yevropalikka qarayli, hatto Xitoyninki qarayli, kommunizm bilan burunqi Gomindan o'rtasidagi urushda qancha million odam o'ldi masalan. Yevropalikning o'rtasidagi urushlarda bizma ko'rib, biz cho'ng'lab 50 yildan yoqi 45 dan keyin urush bo'lmaqliq to'g'ri. Nurg'un qonni to'kib, Amerika Yaponga nurg'un atom bombalarini etib o'tib, Ruslar bilan nurg'un qonlar to'kilib, insonlar sal aqli, sal ishlaydigan bo'lib, bu qonni to'ksak, bunda o'zimizning qonni to'kib ekanmiz, nurg'un vayronchilik qildi ekanmiz deb g'arb dunyosida yaqinqi 45-yillardan keyin mandaqcha aytganda bir qonliq urush bo'lmadi. Ular lekin ko'p urushlarni 3-Dunyolarda qilib o'tirdi. Musulmonlar qadri shu urush bo'laqliq tarixdan buyon lekin bo'lgan urushlarda Yevropa, masalan, Amerika davlatini qurish uchun o'ltirilgan insonlarningki, uni sonini sanab kelsa, islom dunyosidagi o'ltirilgan odamlar nihoyatda cheklikamdi. Unda deganlik bu ziddiyatni kichik sanash emas, balki musulmonlar bunda ziddiyat qildigan haq ekan deb o'zimizning islomidan, o'zimizning tarixidan bunda yuz o'raydigan yoki buningga tuvan ko'z bilan qaraydigan ahvol yuz berib qolmasin deb qo'yatimiz. Yani başka insanlar qarsak, mayli Afrikalik qarayli, masalan, mayli Yevropalik qarayli, mayli Ruslar qarayli, o urushlarda o'lgan odam degan tarixdan buyon
Milyonlab insonlar har xil sabablardan urushlarda o'lib kelgan. Xo'sh, rahmat. Endi yana Qur'oni Karimda kelgan ba'zi mutashabih oyatlar var. Va olimlarningki Qur'on va sunnatdan hamda shariat ahkomlarini chiqarishda ba'zi farqli o'xshamaslik yo'llar bo'ldi. Mushu tutib mangan yo'lma islom olimlariniki salaflarning bu bir ixtilofga bağlanma, bunun bir sebebi var mı? Elbette, elbette. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran'ınki 5'deki birinci sebbiste nimdeydi? Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteşâbihât. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا الله سبحانه وتعالى yüze bir kitabını düşürdü. Bir kitabını düşürdü. Bu kitabın içinde muhkeme degeni nəhayət mənalar eniq bolğan. Hər qandaq bir ərəb dilini bildiğən adam dərhal oxusa, onu düşündüğən muşundaq ayətlər var bu kitapta. Bu uçuq muşundaq ayətlər, mənası uçuq bolğan, məzmunu uçuq bolğan bu ayətlər bu kitabın əslisi şu. Hükümleri uçuq yani. Hükümleri uçuq bolğan muşu ayətlər bu kitabın əslisi. Onundan başqa mənisi, məzmunu eniq bulmağan bundaq ayetlermi şu bu kitapta var. Allah tarafından kilişide onun tabi şek yok. Lakin insan Allah Subhanahu ve Teala o ilimni bəmigellik üçün bu muteşabihininki məzmunun düşündüğün ilimni insana ata qılmağanlığı üçün insanların qatırın bu muteşabih yani ayetlerin düşürdü. Muteşabih degenin mənis nima deysə alimlerimiz bunun məzmuni manda uludu deb eniq belgiligini bulmaydigan. Mümkün bir kısmını ma'lum tadqiqat ilim o'qiganlar bilalaydigan, bir kısmını bulamı bilinmaydigan, ondan o'qimaganlar texim bilinmaydigan, mushundaq ma'nisi eniq bo'lmagan mushundaq oyatlarmi bor. Buni misol qilib masalan olimlarimiz muhkemat degan masalan nima o'xshash ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan masalan yani aroq qima bularning hammasi rijs bu Allah haram qilgan meynat nachar qiliqlar buningdan jiroq bo'linglar deb chekildi masalan va buningdan boshqa nurg'un shunga o'xshaydigan cho mayli meros masalalarida bo'lsin nurg'un hukmlar bor ma'nisi aniq nurg'un qissalar va ma'nisi aniq bo'lgan. Endi men mutashabih degan cho desa, uning ma'nisini insonlar hammasi bilinmaydigan. Bir qismini o'qiganlar, Alloh ilm berganlar bilalaydigan, yana bir qismini shu bilinmaydigan. Masalan, bilalaydiganlar, masalan, Fatiris samavat degan so'zni odatda arablar ma'nisini bilmay talishib qolgan. Ibn Abbosning bir so'zi bor, men bu nima gapdi deb men talishib qolgandim deydi. Men kallamda aniq bilinmagandim bu Fatirus samawati vel ard degan nima gapdi deb kallamda aniq bilinmay tursam ikki arabning ya'ni yezdin kelgan yeziliq ikki arabninki ana fatart deb bir quduqni ko'lganligini bu men ko'lgan deb talishayotganligini anglab ha bu Fatirus samawat degan ya'ni Xoliqus samawat degan ma'noda ekan. Ya'ni osmon zaminni yaratuvchi degan ma'noda ekan. deb bilgandim. Yani mazmun uchun manda tadqiqan adamga nisbatan biladigan, bo'lmasa bilmaydigan. Va undan boshqa masalan Allah Subhanahu va Taolaninki sifatlariga munosabatli oyatlar. O oyatlar masalan Qur'oni Karimda ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min zalika wa la akthara illa huwa ma'ahum. Yani ikkidan biri olsa, üçüncüsü Allah, dört olsa, üçüncüsü yani beşincisi Allah nurgun ayet var bu şu mazmunda.
Yani bunun haqiqat nima? Bunun haqiqiy ma'nosi nima? Degan masalada nurg'un talash tartishlarni çok qilgan arab tilida onun ihtimalligi bo'lganligi uchun. Shunday talash tartishni fis-sama ilahu va fil ardi ilah degan oyatlar var mesela. Yani Allah'ın isim sıfatlariga münasebetlik ayetler. Buningdagi haqiqiy ma'nosi zodi buning nima degan masala bunmucho mutashabih bo'lgan. Yani ma'nosi Allah subhanahu va taolo bizga aniq deb bermagan. Şu alimlerimiz bu noktada nima deydi desa, Allah subhanahu va taolo müminlardan, musulmonlardan qilinglar ya qilmanglar degan buyruq yoki cheklama oyatlarini aniq bayon qildi. Aniq bayon qildi uni. O qiling qilmang degan mazmunlarcho ma nima degan gapto deb u talashlatishgan maydon yo'q Qur'oni Karimda. Lekin iymon keltirish tegishlik. Yani biz Allah'ın tarafından muş ayet, muş kitap deb iman keltirishga tegishlik masalalar var. Bunda masalalarinki ma'nosini haqiqatan cho aniq bilgani bo'lmaydi. Aniq bilgani bo'lmaydi. Şunun qatoridan masalan ve iza vaqa'al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun dedi mesela. Yani kıyamet bo'lsa bir hayvan çıkıp insanlara gap qiladi dedi. Biz bunu bir hayvandan çıkıp insanlara gap qildiganligi ishimiz. Lekin bu qanday hayvan? Mesela bu qanday shaklda gap qiladi? Qaysi til bilan gap qiladi? Qachon gap qiladi? Bularni hammasini bilmaymiz. Qiyomatning qachon bo'lishi. Biz iymon keltirishga buyurildik. Yasalunaka anis-sa'a qul innama ilmuha 'inda rabbi. Mesela ashundaq dedi. Tamam bu iymon keltiramiz. Bu zodi palani vaqti bo'ladi ya anda bo'ladi. Bu mutashabih. Yani biz bunun mazmununu, bunun nimaga buyurildik bunday masalalar desa, ama iymon keltirishga buyurildik. Şu oyatning oxirisida فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ Qalbida azg'unlikni, xato yo'lni suydigan, qalbida kasal va odamlar ayda ma'nosi aniq bo'lmagan mazmunlarga ergishadi. Ma'nosi aniq bo'lmagan narsalarni tadqiq qilib buning haqiqatiga yetdim debcho azudu. Lekin haqiqiy qalbida iymoni bo'lachi desa, iymoni bo'la nima deydi desa, va qalu robbana va ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah var-rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Yani ilmde yetişken, imanı mustahkem kişiler hammasi Allah tarafından bu kitapning. Meyli bunun muhkemleri olsun, yani ma'nosi uçuk bo'lgan oyatlar bo'lsin. Meyli mutashabih ayetler bo'lsin, hammasi Allah tarafından da bula iman keltirdi. İman keltirgan bo'yicha hayotini yashaydi. Deb mush oyat shu desa, bu Qur'oni Karimning muhkam, yani ma'nosi aniq bo'lgan oyatlarning borlig'i va shundaqla mutashabih ma'nosi xilma-xil ehtimolligi bo'lgan bundaq oyatlarning borlig'i mü'minningki hammasi Allah tarafından deb buni ishonishningki zururligini Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda bayon qildi. Bunda bo'lgandan keyin hamda faqihlar o'tirisida bu oyatdan hukm chiqaradiganlar o'tirisida ixtilof bo'ldimi desa, albatta bo'ldi. Chunki ixtilofning bo'lishi arab tilida majaz deymiz, haqiqat deymiz. Masalan, alfaz mushtaraka deydi masalan bir so'zningki bir necha xil ma'nosi bor. Ayn degan so'z masalan. Ayn degan so'z biz mush ko'rayotgan ko'zga qaratildi. Jasusqimi ayn degan so'z ishlatildi. Oltin kumushqimi ayn degan so'z ishlatildi. Quduqqimi ayn degan so'z ishlatildi. Va mushundan boshqa nurg'un so'zlar bor. Qurq degan masalan nurg'un olimlar ixtilof qilishdi buning ma'nosini nima ekanligini. Qurq deganning ma'nosi poklik degan bo'ladi, hayz deganmi bo'ladi arab tilida. Ashunda bo'lg'achqa bu xilma-xil ehtimolligi bo'lg'achqa bu arab tilidagi so'zlarning buni tadqiq qilgan olimlarcha ma'lum taraflar birisining qarshilik kuchliq bo'lib u ma'noni olgan, yana birisi boshqa qarashlarni olgan. Shuning bilan Qur'oni Karimdagi nurg'un oyatlarning tafsiri haqida nurg'un fikri ixtiloflarni qilgan. Lekin bu ixtiloflar bu nazariy tarafdan ixtilof qilishgan xilma-xil fikrda bo'lganlar o'rtasida bir ziddiyatga urush olib borgan bu tarixda desa unda qish yo'q.
Hemmi qarashdiki bu ilimlar, yani ehli ilimlar her qaysi o'zininki qarashini o'ttirib qo'ygan, qarashini o'ttirib qo'yib, ra'yi savabun yahtamilul xata va ra'yu g'ayri xataun yahtamilus savab degan mush fikrni, yani mening fikrim, İmam Şafii'ning so'zi bu, mening fikrim to'g'ri, xato bo'lish ehtimolligi bor. Boshqalarning fikri mening qarashimda xato, lekin to'g'ri bo'lish ehtimolligi cho'q bor degan mushu umumiy iddia bilan mangan. Lekin ilimsiz kişiler yani çok münasip bilmeydiğen saygı degandek ayette bayan kılgandek kalbide kesel bağla ondan kin ona testleyip onu pasatka pitnege ayda yamaya gelip kişilerin kapırdağı çıkırışka onunla bununla işletken. Müştariktiki meyle mesela azgın her xil ekimler olsun, azgın ekimler aşındak Kur'an-ı Kerim'deki mutashabih ayetlerge esilgan. Bunun mezmunları hakkında her xil fikirler bo'lgan. Kur'an-ı Kerim'de tabii halde Kur'an-ı Kerim'nin bizge kilişi bu mutavatir hem de. Yani bir avlatını yötkep hoşuna geldi. Kur'an-ı Kerim'de ma'lum sözlerdeki her xil mutashabih ayetlerge bo'lgan qarashlar xilma-xil tafsir qilinib kelgan bo'lsa-mu, bu nayet cheklik. Buningdagi ixtiloflar cheklik Kur'an-ı Kerim'nin mezmuni hakkında. Lekin hadis meselesi kelganda hükümning manbasi yolg'iz Qur'on bo'lmagandan keyin hadis shu Qur'oni Karimning tafsiri bo'lg'achqa bu hadis meselesi jo'q desa, hadisdan hukm elish meselesida nurg'un ixtilof kelib chiqqan. Buning eng nima uchun shu ixtilof kelib chiqdi? Payg'ambarimiz hammadan deydi masalan, jamiyatga adamil deydi. Jamiyatga adam Qur'on aniq tursa, hadis aniq tursa, nima deb ixtilof qilishdi bu ahli ilmlar? Ehli ilimlar ixtilof qilishmagan bo'lsa asla xalq ixtilof qilishmaydi. Nima deb ehli ilimlar talishidi deb o'qimagan odamlar yoki bu dinning haqiqatini tushunmagan odamlar bu so'zni qiladi. Ehli ilimning ixtilof qilishininki sababi nima desa, birinchisi masalan sunnatga munosabatlik ixtilof nereden kelib chiqqan desa, eng birinchisi hadisni bilmay qilish. Yani hadisini kömigellik. İkincisi hadisinin sabit, yani Resulullah'ın muş hadisinin kelgenligi de şeklengenlik üçün. Üçüncüsü hadisini unutup kalish. Sahabanın davridan tatip hadisini bilmeslik bo'lgan. Mesela bir ayam, yani çoğun ana Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun yanına kelip mening balam ülep ketdi. Yani mening nevremimde. Çoğanı olgandan keyin nevrem ülep ketdi, mening mirasımni ba degandan keyin Ebu Bekir Sıddık Qur'oni Karimda men sizga hech qanday bir narsa berish haqida oyat ko'rmadim. Payg'ambarimizning sizga bir narsa berganligini men anglamadim, sizga bir narsa yo'q degan. Ashunda degan vaqtda sahobalardan birisi men Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning cho'ng'aniga 6dan birini berganligini, gulab berganligini men ko'rgandim degandan keyin bilmagan hadisni keyin bildi. Şu asas şu, ondan keyinki hüküm şu asasda bo'lgan. Sahabalarning qatorida hadisni unutib qolgan ishlar yuz bergan. Hadisninki sabit ekanligida shakllanish ahvoli yuz bergan. Shuning qatorida masalan Abdullah ibn Amr Umar radıyallahu anhu odatda ayol kishi juyunsa, chechi bo'lag'liq bo'lsa, onu çuyish kerak, chetini chuvib juyunish kerak deb fatvo berdi. Ayşe anamiz hatta Abdullah ibn Umarning shu fatvosini anglab, o ayollarni bir o'zini o'ltirib berishga buyurishcho, o'zini o'ltirib ol deyishcho. Men payg'ambarim bilan juyunib, chetimni chuvmaydim degan hadisni rivoyat bayon qilgan. Mushning sababidan cho desa, islom fiqhida nurg'un keyingi faqihlar o'tirishdan nurg'un qarashlar vujudga chiqqan maydonga kelgan. Demak, hadisning yetmaganligi olimlarga yoki hadisninki sahih ekanligida bir olimning qarashida sahih bo'lsa, yana birisining qarashida zaif bo'lib qolishi hadisninki yoki hadisni unutib qilish, bu shularning hammasi shu desa, odatda ixtilofga sabab bo'ldi. Xo'sh. Undan boshqa masalan mushu Peygamberimizningki mayli Qur'ondagi yoki hadisdagi dalilni tushunishda xilma-xil tushunish.
Bunun üzümü çoğu dese, nurgun fikri ihtilaflarga elip bağın tarihten bu yan, hazır kadar elip kilip atır. Hazır kadar delil ber, lekin bu delilni düşünüş, xilmi xil bop qalab, ma'lum meselelerdi çoğu, nurgun ziddiyetler bağımdı. Delil bir bolsumu. Bunun nurgun misalları bağımdı. O misalga kirsek, mesela delil bir durup, bunu düşünüşte, mesela kur diyen söz, vel mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru diyen söz ne? Nasıldı bu? Muşun tefsir kılışta bir kısım alimler paklik deb tefsir kılıdı, bir kısmı çoğu nas enik bulmasa, o hayz deb tefsir kılıdı. Muşun olan mezheplerde xilma xil qarash bor. Onundan başka yan nurgun meseleler var. Andın ikincisi mesela delil bulmagan meselelerge qarta delil ba meselelerge qiyas qilib hüküm çıkarış meselesinde. Bu mu nurgun fikri nazariy tarafdan ixtirofning kelib chiqishiga sebepçi bo'lgan. Üçüncüsü mesela manda qarashqa bizning qarashimizda birisi-birisiga zid bo'lgan dalillarni qandaq jug'lash yoki qandaq birisining kuchliq deb qarash. Ayında dalillar bormi desa shariatda nurg'un dalillar bor. Mesela şunun qatoridan bugungi kunda yüz berayotgan kesel juqamdi juqmamdi meselesi. Bu şu hazır kadar bizning adamning qatini bu kesel degan juqmaydi. Allah qulla yusibana illa ma kataballahu lana. Allah bizga nimin taqdir qilgan bo'lsa, shuni ko'ramiz. Allah taqdir qilmaganini biz ko'rmaymiz deb, masalan, vaksina eling desa uni olmaydigan, voy modda saqliq ishlariga diqqat qiling desa unga diqqat qilmaydigan ahvollar bor. Bu nereden kelib chiqdi desa, oyatni hadis bilan bog'lab tushunmaganlikdan. To'g'ri, qulla yusibana illa ma kataballahu lana. Ya'ni biz ehtiyotni qilib turib, sebepni qilib turib, uni yana bizga yetsa, mayli, Allah taqdir qilgandiki yetirib zade. Unda deganlikning o'zi siz yo'lda mangsangiz, mashina kelyapti, kammayapti, diqqat qilmay o'tavering. Allah taqdir qilgan bo'lsa, ütsiz bo'lmas mashina so'qidi deganlik emas. Mashina haydab vaqt adam bo'lsin bo'lmasin o'zigimida o'zalligida haydavering deganlik emas. Chuqum inson cho desa sababni qilish lozim. Masalan, mushu masala haqida payg'ambarimizningki la adwa va la tayr degan hadisi bor. Ya'ni kesel yo'q. Kesel qat'iy yuqmaydi degan mazmun sahih hadis. Yana bir hadis bor. Sizlar mushunda juzam degan keseldan xuddi yo'lvasdan qochganda qechinglar degan hadis bor. Yana bir hadis bor. Ta'un va jurtqa sizlar kirmanglar. Unda yerda bo'lib qolsanglar sizlar u yerdan chiqmanglar. Masalan, mushunning hammasi oyatni, ma hadisni qanday tushunamiz desa, buningda nurg'un talash tartish shu kelib chiqadi. Buni jug'lab tushundiganlar, olimning jug'laganligini qanday tushundirgilik desa, kesel o'zligidan juqmaydi. Allohning izni bilan, Allohning taqdiri bilan juqadi. Unda bo'lgandan keyin, masalan, kesel o'zligidan juqab olsa, bugunkidek Xitoy virusi bütün insonlarga juqib ketsa bo'ldi. Bütün insonlarga juqmadi. Lekin Allohning taqdiri bilan Allah subhanahu va taolaning ma'lum bandiga ashni taqdir qilgan bo'lsa, shuning juqdi. Bir oilda masalan, xotinninki bisiga juqib, yana bisiga juqmagan ahvollar bor. Balaga juqib, dadaga juqmagan ahvoli bor. Bunda deganlik insonlar beparvo yuraverish lozimmi desa, yo'q, unda qilmaslik lozim. Ya'ni payg'ambarimiz ko'rsatgan ehtiyotlarni qilish lozim, sabablarni qilish lozim. Payg'ambarimiz odatda bir tugunimi bog'lamay kirib ketishga yo'l qo'ymagan. Tugungizni bog'lab qo'yib, undan keyin tavakkul qiling degan. Va shundaqla nurg'un to'rtinchisi masalan nurg'un usulda har xil qoidalar va hukm chiqarishda shularni bekitishdimi, xilma-xil qoida, xilma-xil prinsiplarni birisiga o'xshamagan, bunda bekitgan olimlar andin buning qarab hukm chiqargandan keyin yana bu nazariy tarafdan nurg'un ixtiloflarga sababchi bo'lgan. Xo'sh. Eng oxirgi savolga kelsak, vaqtimga berib qoldi. Musulmonlar o'rtasida bo'layotgan yana xilofning doirasi qanchalik? Bu haqda qisqacha tushuntirib. Birinchi o'ylab bütün her qanday bir musulmon bo'lish kerakki, musulmonlar ichidagi ixtilof bu dinning
asosliq manbasida hech qanday ixtilof yo'q. Yani Allah'ın bir ve barlığı, Peygamberimizin Allah'ın elçisi ekanligi, Kur'an-ı Kerim'nin Allah'tan düşürülgen, Allah tarafından düşürülgen kitap ekanligi, Kur'an-ı Kerim'nin bizge avlat muşunaq yo'tkilib kelganligi, ig'zar o'qilish orqali, hatto yozqlab emas, balki o'qilish uslubi. Shunga masalan arab tilini o'qiy oladigan odam Qur'onni o'qiy olmaydi. Ve Arapça har qanday gazet kitap o'qiy oladigan odam Qur'on o'qiy olmaydi. Nima uchun desa, Qur'onning o'qilishi bizga Rasulullohning zamonidan qanday o'qilgan bo'lsa shu shaklda keraklik. Shunga normal arab tiliga o'xshamaydi Qur'oni Karimning o'qilishi. Masalan, 5 vaqt namozning farzligi, hajning farzligi, zakatning farzligi, cihatning farzligi, masalan, bu İslamning asoslari. Yani alimlerimiz ma ulima min ad-dini bi darura deydi. Bir musulmanning musulman bo'lish uchun lozim bo'ladigan itiqad, meyli amelde musulmonlar o'rtasida ixtilof yo'q. İmanning 6 ruknida ixtilof yo'q qat'iy. Hammadan ashno ishinudu. İslamning 5 ruknining zodi vojib farz ekanligida hech qanday ixtilof yo'q. İxtilof nada bor desa, mushundan keyingi chunqurlab kirgan vaqtda bor. Namazda ixtilof yo'q. Namazning farzligi bumdatning 3 rekat, 5 ming 4 rekat, sham asrning 4 rekat, shamning 3 rekat masalan, sunnatlardan boshqa farzlanam desak. Bo'ldi, hech qanday ixtilof yo'q. Hatto bu ruku sajdalarda ixtilof yo'q. Namazning ichidagi amallarda-chi qancha uchun nima bor? Qanday duoni o'qiymiz, qanday zikrni qilamiz? Masalan, bu ichidagi ishlardir-chi, hajdimi shundoq. Zakatmi shu. Demak, dinning asli manbasi bir musulmonning musulmon bo'lish uchun lozim bo'lgan iymon, islom ruknlarida hech qanday ixtilof yo'q musulmonlar o'rtasida. Bu ajoyib cho'ng ne'mat. Buni har qanday bir musulmon bo'lish kerak. Yani her qanday bir musulmon mening qarshi tarafimdagi ma qarindishim bilan bo'lgan ziddiyatim iymon, islom masalasida emas ekan. Mening musulmon bo'lishim uchun lozim bo'lgan e'tiqod, mayli iymonga aloqador bo'lsin, o mayli islomga aloqador bo'lsin, buningda bizning o'ttirimizda cho'q ziddiyat yo'q ekan deb tunish lozim. Ko'pincha musulmonlarning o'ttirisida cho'q buningda ziddiyat yo'q. Faqat bu yerda shialar bilan bor. Mush iymon masalasida shialar bilan bor. Ular bu imama, ya'ni bu xalifalikni iymonning bir qismi deydi, biz unda demaymiz. Ahl sunnaning e'tiqodida bu imamat, xalifalik bu iymonning bir qismi emas. Ya'ni bir odam xalifa deb e'tiqod qilmay o'lib ketib qolsa, iymon bilan ketdi degan gap ham bor. Unda deganlik islom amiriya, islom hokimiyatini qurishga tirishchilik qilmang deganlik emas. Musulmonning tirishchilik qilish lozim. İslamning ustun bo'lish uchun tirishchilik qilish lozim. Musulmonning hokimiyatda bo'lish uchun tirishchilik qilish lozim. Lekin iymonning bir qismi bor desa, shiali masalan, bir odam imomatga ishonmasa, u kafir deydigan e'tiqodi bor masalan. Bu musulmon emas deydi. Lekin ahli sunna deb atalganlar ichida u qaysi mazhabda bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi aqimda bo'lishdan qat'iy nazar, İslamning rukni, iymonning rukni deb bular o'rtasida ixtilof yo'q. Ikkinchi, bu yerda amaliy ixtiloflar tarixda yuz bergan, Ali radhiyallohu anhu Muaviya bilan bo'lgan urushlar, keyin Abbasiylar, Umayylar o'rtasida bo'lgan urushlar, bu urushlarningki natijasida kelib chiqqan fikriy aqimlar bor. Xavorijlar nereden kelib chiqdi desa, Ali bilan Muaviya o'rtasidagi urushdan keyin bu urushning natijasida fikriy ixtilof kelib chiqdi bu yerda. Masalan, gunoh kabirni qilgan odam kafir bo'lamdi yo'qmi degan masala. Uningdan boshqa shu la hukma illa lillah degan talash gap masalan Ali roziyallohu anhu bilan Muaviya bunda talash tartish qildi, bunda qanday bo'ldi deb nurg'un amaliy mushunaq ziddiyatlar kelib chiqdi. Lekin buninglik bilan ashular Ali roziyallohu anhu masalan xavorijlarni kafir deganmi desa, unda demagan. Hatto ular Alini kafir degan bo'lsa-mu, Ali roziyallohu anhu cho ularni kafir demagan. Kafir demagan bo'lg'achqa shunga ulardan yaralanganlarni o'ltirishni cheklagan, o'ljalishni cheklagan, ularning ayollarini qul qilishni, didaq qilishni cheklagan. Sahabalar so'g'an vaqtda, ya'ni askarlari
Nimish qunda qilsa? Hum kuffar desa, minal kufri farru. Bu xavarijlar kafir mi desa, kufrdan qaçqa adamlar o. O kufrdan qaçqa adamlar. İhvanuna bagav aleyna. Bular bizning iymoniy qarindishimiz. Lekin bizga çok zulm qildi. Bizga tajovuz qildi. Shuning uchun biz ular bilan urushdik degan. Bu amaliy siyoset aralashib, davlat tutish masalasi aralashib bo'lgan ixtiloflarda tarixdan buyon musulmonlar ichida shu nurg'un qonlar to'kildi, nurg'un ziddiyatlar yuz berdi. Hozirga qadar buningki nurg'un zinini musulmonlar tatib kelyapti. Lekin buning iymon küfür meselesiga alohida aloqadormi bu mesele? Yani bir insonning iymoniga ta'sir yetkazamdi desa, ta'sir yetkazmaydi. Yani Allah subhanahu va taolo chunki bularni endi urushgan bo'lsin mu'min deb atir Qur'oni Karimda. Va in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Bular biz bilan urushgan bo'lsa-mu, lekin bularning orasini shu o'ngshab qo'yinglar degan. Isloh qilib qo'yinglar ikki guruh musulmonlarning ikki guruh urushib qolsa. Demek bunun hazır eyleş lazım. Bunun zihni ait zor. Ümmetin güllenişi terakki kılış için. Bu siyasi okşamaslıkını, yani siyasi taraftaki, devlet tutuştaki fikri, ziddiyetini çokum doğru hal kılanmagan takdirde nurgun kalayımkançlık, nurgun düşmenge fırsat yaratıp veriş, müşahedin kilip çıkıdı, tarihten bu yana ayda kilip çıktı. Bunun din kimmiş aşına kilip çıkıdı. Bunu Müslümanlar doğru hal kılışka emmeden Allah'ıydı, tırışçalım. Kılış lazım. İkincisi yandan bir yerde Müslümanlar içindeki nezri ihtilaflar. Nezri ihtilaflar Müslümanlığa bir rahmet oldu. Yani mezhepler oturustik ihtilaflar. Dört mezhep oturustik ihtilaflar. Ya şu çağdaki İbn Hazm rahimahullah deyimiz, ya İbn Teymiye rahimahullah deyimiz. Hatta dört mezhepinin fikri mu malum meselelerde okşamaydıgan fikirlerini oturup koygan nezirvi ihtilaflar bugün günde çoğu dese Müslümanlığın nurgun tarafından faydalıp geldi. Şu Ömer ibn Abdülaziz rahimahullah nemi deyte dese sahabınınki ihtilaf kılışkanlığı İslam ümmetiga nisbeten bir rahmet oldu bu. Ularning ihtilaf kılışkanlığı bizge nurgun yolunu kengaytdi. Bir sahabının kıyığını demek bir ruhsat bir işini kılışka. Eğer ular hemmisi bir yolda olgan bolsa, bir fikirde olgan bolsa biz cemiyet terakki kılıp güllengen süre bir fikir cemiyetki kichik kep kaldığan ahval yüz berdi. Şunun için ularning ihtilaf kılışkanlığı bizge nurgun yaxshi fursatlarni tunuşturdu degan. Şunun için alimlerimizin sözü var. İhtilaful fuqaha'i rahme degan söz nima desa alimlerin ma'lum meselelerde xilma-xil qarashda bo'lganligi bu ummatga rahmat elib keladi deb. Bugungi kunda masalan burun öz zamanında şundak bütün Müslümanlar fakihler qarşı chiqqan mayli İbn Hazm bo'lsin, İbn Teymiye rahimahullah bo'lsin, shularning nurg'un fikrlaridan bugungi kunda Müslümanlar cho desa alohida foydalanyapti. Fatvo oldi bo'lsin, nurg'un dinni tushunish ya tushundirish masalalarida bo'lsin, alohida ularning fikrining foydasi bo'lyapti. Demak, buningdan hamda Müslümanlarningki Müslüman bo'lish uchun bu gapni xulosasak, Müslüman bo'lish uchun zarur bo'lgan asosliq iymon islom ruknlarida Müslümanlar o'rtasida ixtilof yo'q. Yani bunun aksida, masalan, boshqa Hristiyan, masalan, Mavlaning o'rtasidagi ziddiyat qaraydigan bo'lsak, ajoyib ziddiyat var. Hatta ilah degan bu ilahninki qandaqligi haqida, kimligi haqida nurg'un bizga o'xshamaydigan tip yiltizning xato nimani bor. Mayli buddistlar boshqa dindiki har qandaq ziddiyatlar qaraydigan bo'lsak, birsi-birsini zot tip yiltizdan kafirga chiqaradigan, birsi-birsiga qat'iylikqa yo'l qo'ymaydigan bu ziddiyatlar mush batil dinlarning hammasi bor. Musulmonlar ishida desa, musulmon bo'lish uchun zarur bo'lgan asosliq masalalarda ixtilof yo'q. İkinci, siyasi, yani devlet kuruş, devlet başkuruş meselesinde tarihten bu yana ma'lum ixtiloflar, ziddiyatlar kelib chiqdi. Müslümanlarninki ahir qilishqa, nurg'un xafalikninki vujud maydonga chiqishiga sababchi bo'ldi. Buni Müslümanlar bugungi kunda cho desa, cho'qim bir to'g'ri shaklda devlet tutishni, devlet tutuş çaresini tapmasa, bunu hal qilmasa, yani Müslümanlar güllenmeyidigan, Müslümanlar bunda çeçilan o halet kaldıgan bizdek vatini
Jahangirning ostida qolgan millatlar dushmanning qo'lidan qutulanmaydigan holat saqlanib qoladi. Lekin qachoniki bu siyosiy ziddiyatni davlat tutishdagi har xil birisining qanini to'kadigan, yaga ilib boradigan ziddiyatlarni tashlab o'zaro bu davlatni tutish masalasida siyosiy masalalarda hamkorlikni kuchaytirib, ziddiyatlarni amalba kichigiltib, kichikni yo'qitib, bunday qilgan vaqtda davlatning joyida tutish mumkin. Uchinchi o'lab bu fuqaholarningki, ya'ni fatvodagi xilma-xil qarashlarning bo'lishi islom ummatiga nisbatan bir rahmat deb qarashga bo'ldi. Rahmat, sizdan Alloh razı olsun. Vaqtimiz uzab qoldi, programni to'xtataylik. Hurmatli televizor ko'ruvchi qarindoshlar, buning bilan bugungi savol va javob nomli programmamiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah kelarki programlarda görüşmek bilan hammalarni Cenab-ı Allah Teala topshirdik. Xayr, xush, aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.